Assalomu alaykum aziz quvvalilar, kanalimiz a'zolari, Quva tumani markazidan joy so'raganlar aka-ukalar. Bu yer Narimonga kirishda, Latogariqqa yetmasdan. Xo'p, ushbu xonadonimiz sotiladi. Tong ko'chasi Rastam Mafega qaraydi, 49-uy, 6 sotikdan 6 xonadan iborat uyimiz sotiladi. Ichkarilarini to'liq ko'ramiz. Bismillah. Kirganimizda o'ng qo'lda birinchi xonamiz. Hop. Shu holatdagi uyimiz mana. Ko'rib turibsizlar. Bu yerga bemalol mashinalar qo'yib, ikkita mashina sug'orar ekan. Bu yerda ikkita xona oldi hayvon qilib qo'yilgan ekan. Bu yerda xonamiz, patologlar eski holatda. Devorlari yaxshi, patologlar ham eski holatda ekan. Bu yerda katta xonamiz mavjud. Ko'rib turibsizlar. Ushbu joyimiz. Endi nari tomonga ko'ramiz. Hop, mana sahnasi. Bu yerda yana ikkita xona mavjud. Pastroq qilib chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Bu yerda naryoqda yana bitta xonamiz bor. Bu yerda mana 6-xonamiz, xudo xolasa. Oshxona ekan bu. Bu yerda gaz suv svetlardan muammo yo'q, xudo xolasa. Bu yerda dushi bor. Koridori va razdevalkasi va nima. Endi o'zlaringga o'zlaringga moslab chiroyli qilib remontlarni qilsalang bo'ladi. Chegaramiz mana shu o'choqli burchagidan shu devorni burchagigacha shuni to'siladi. Oldi yo'lga qaragan tomon. Shu uyimizning narxini $34,000 dan ozgina tushib beriladi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar, kelishtirib olib beramiz. Sog' bo'linglar.